Bolaligida mutatsiyaga uchragan bolakayning qo'li shu darajada katta bo'lib ketdiki, bemalol bu qo'liga odamlarni o'tirg'izib taksi qilsa bo'lardi, lekin u odamlarni o'ldirishni tanladi. Agar hech qayerda o'zbek tiliga tarjima qilinmagan filmlarni o'zbekchada tomosha qilishni xohlasangiz, hoziroq videoga like bosib qo'ying va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Men esa videoni boshlayman. Jonni dunyoga kelganda uning allaqachon qo'llarida bonkalari bor edi. Shifokorlar onasining qornida trenajyor zal bor deb o'ylaydi va hatto u yerda 1 oylik abonement sotib olishmoqchi bo'lishadi. Ammo ayol rad etib, ularning basharasiga shapatlab yubordi. Maktabda tengdoshlari Jonnining ustidan kulishardi, beshkabir qilaverib muskullari chiqib ketgan deb masxara qilishardi va oxir-oqibat Jonni ulardan birini urib o'ldirib qo'yadi. Bu voqea haqida ota-onasi eshitgach, Jonnini podvalga tashlab qamab qo'yadi va u yerda allaqachon kimdir yashayotgan ekan. Jonni eshik orqasidagi bu odam bilan do'stlashib oldi, ammo Jonni hech qachon uning yuzini ko'rmaydi. Ko'p o'tmay bu qotillik haqida juda ham ko'p odam bilib, g'azablangan odamlar guruhi Jonni yashayotgan uyni topib yoqib yuborishadi. Jonni do'stini qutqarishga harakat qiladi, lekin eshik juda ham qalin va mustahkam ekan. Shundan so'ng u podvaldan chiqib ota-onasiga yordam bermoqchi bo'ladi, ammo olov allaqachon butun uyga tarqalgan va Jonnining tanasi kuyib, jarohat olib qochib ketadi. Mahalliy aholi uning ortidan quvlab o'rmon ichidagi ko'lgacha borishadi va Jonni o'sha ko'lda cho'kib ketdi, ammo uning jasadi hech qachon topilmadi. Shundan so'ng hamma odamlar uni Papay deb atashni boshlaydi. Oradan ko'p yillar o'tdi va Papay yashagan uy ta'mirlandi, ammo endi u yerda g'alati va sirli voqealar yuz bera boshlaydi. Bu haqida video olish uchun 3 nafar Vayner, Zita, Gita va Pita yo'lga chiqishadi va kechqurun ular o'rmonga yetib keladi. Ular o'rmon bo'ylab yurganda birdan tuman tushadi. Aytishlariga qaraganda bu tuman Papayning kelishidan oldin paydo bo'ladigan belgi ekan va ular tezda kamerani yoqib suratga olishni boshlaydi. Gita orqada bir erkak qiyofasini ko'rib qo'rqib ketdi, ammo qorong'ulikda tezda g'oyib bo'ldi. Shundan so'ng ular uy ichiga kirib videoni davomini suratga olmoqchi, lekin Gita tashqarida qolib qushlarning ovozini yozaman deydi. Pita va Zita esa bu paytda podvalga tushib, siz bilan biz uchun zo'r tomosha tayyorlaydi. Ular kamerani yoqib qo'yib, kiyimlarini yechib, mashaqqatli mehnat qilishni boshlaydi va ularning bu mehnati like arziydi. Like bosib qo'ying. Bu paytda Gita o'rmon ichida yurganda to'satdan Papay paydo bo'ladi. U endi ulg'aygan va qo'llari yana ham kattalashib, shapalog'i xuddi sopol lagandek bo'lib ketgan. U Gitani boshiga bir urib, butun umr eshigining tagida qum o'ynaydigan qilib qo'ydi. Keyin Papay podvaldagi qizni oyoqlari orasidan barmog'ini tiqib og'zidan chiqaradi. Uning barmog'ining har bittasi 25 santimetrdan ekan va qo'rqib ketgan yigit qochib ketdi, ammo baribir Papay uni ushlab boshini tushonka qilib tashlaydi. Oradan vaqt o'tib, Tara ismli do'ndiqchani ota-onasi Papay yashagan uyni nima qilish haqida bahslashmoqda, chunki ular bu uyni ozgina pulga sotib olgan. Otasi bu uyda qizimni uzatmayman deb sotib yuborishini aytdi, ammo ayol bunga qarshi kuyovimni ichkuyov qilib olib kelaman deb. Bu orada Tara allaqachon do'stlari bilan birga uyni ko'rish va ta'mirlash uchun yo'lga chiqqan, chunki ota-onasining uyni ta'mirlashga yetadigan puli yo'q va qiz sinfdoshlari bilan uyni ta'mirlab kelmoqchi. Ma'lum bo'lishicha, Tarani ham ichkuyov bo'lishga tappa tayyor turgan yigiti bor ekan va u boshqa shaharga o'qishga ketmoqchi, lekin bu haqida Taraga aytmaydi, boshqa yerga tegib ketsa uysiz qolaman deb. Bu yoshlar bag'ri toshlari va nihoyat uyga yetib keldi desam, lekin ularning ichida bag'ri yumshoqqinalari ham bor ekan. Ushagim kelib ketdi va ular bu uyda ilgari qotil Papay yashaganidan xabardor va bu shunchaki mahalliy ertak deb kulishadi. Videoni qiziq joyida to'xtatganim uchun uzr, lekin yangi videolar tezroq va ko'proq chiqishi aynan bosgan laykingizga bog'liq. Shuning uchun hoziroq like bosib qo'yasiz degan umiddaman. Oldindan kattakon rahmat. Bu yerda telefon aloqasi ham, internet ham yo'q ekan, lekin manzarasi juda ham chiroyli ekan va ular bu yerga ishlash uchun kelganini ham esdan chiqarib qo'yishadi. O'sha oqshom Dilaning onasi Taraning ota-onasining yoniga kelib, bolalar Papay yashaydigan uyga ketgani haqida ogohlantiradi va ko'p ujis kino ko'rib olgan shekilli vahima qilyapti.
Bu orada qizlar Papayning qo'li juda ham katta ekani haqida suhbatlashib, "Qaniydi shunday yigitim bo'lsa, barmog'ini o'pardim" deb hazillashmoqda. Va to'satdan eshikni g'alati qiz taqillatib uyga bostirib kirdi. Ammo qizlar "Iflos isqirti yo'qolib bu yerdan" deb haydab yuborishadi. Tara Dilanga "Seni kollejga kirganingni bilaman" deydi. Dilan esa uni o'zi bilan birga ketishni taklif qiladi. Ammo Tara g'azablanib "Men ota-onam bilan birga yashayman" deydi va kim ichkuyov bo'lishga rozi bo'lsa, o'shanga yerga tegishini aytdi. Bu orada Hasan Husanning qalpog'ini yechib qo'yib, jakuzida maza qilib cho'milib o'tirgan qizlardan birini Papay bo'g'izlab tashlaydi va ma'lum bo'lishicha, o'sha g'alati ko'ringan qiz Papayning sherigi ekan va u qizning o'lishini maza qilib tomosha qiladi. Chunki aynan shu qiz uni iflos isqirti deb so'kkandi. Max bechora bir u qizga, bir bu qizga borib cho'qinishni boshlaydi, bir dam olaylik deb. Ammo hamma qiz unga "Senga hatto ishtonimni ham hidlatmayman" deb bolani rad etadi va bechora bola ko'lga borib, o'sha yerda chap qo'liga kuni qoldi. To'satdan Papay paydo bo'lib, uning shashonchasini yulib oladi va og'ziga solib qo'yib o'ldiradi. Ayni paytda sevishganlar Nik va Donnaning o'rtasida razborka chiqib qoldi, chunki Donna yigitini dugonalaridan qizg'anyapti. Nik unga "Jonim, sendan boshqasi kerakmas" deb sal qolganda tilni ishga solardi, ammo Donna uni eshitishni xohlamay chiqib ketdi. Nik endi "Meni ham Maxga o'xshab qo'lga kunim qolar ekanda" deb asabiylashib turganda, to'satdan Papay paydo bo'ladi va yigit bilan mushtlashishni boshlaydi va Papay gigant qo'llari bilan bolani boshini yog'ochga osib qo'ydi. Bu orada Donna uxlab yotgan anakondani uyg'otib yuboradigan darajadagi ko'ylagi bilan tashqarida mashinaning baloniga kimdir bolta urib qo'yganini ko'rdi. U buni Nik qilgan deb o'ylaydi va endi rostdan ham u bilan orani ochiq qilmoqchi, lekin omborga qaytganda Nikning jasadini topdi. Dilan bu paytda do'stlari birin-ketin yo'qolayotganini payqaydi va hammani yig'ib yo'qolganlarni izlamoqda. Donna ayni paytda menga qo'yib do'stlari yoniga yugurmoqda, ammo Papay uni to'r bilan ushlab, qayerdandir traktor topib qizni xuddi agroddek ag'darib tashlaydi. Buni ko'rib qolgan Tara, Dilan va Keti "Ketdik, qochdik" deb mashina tomonga ketishmoqda. Ammo yo'lda asalcham Keti oyog'ini qayirib oldi va Papay haromi bu qizni ham o'ldiradi va jalka ketdi bechora qiz. Ayni paytda Dilanning onasi va Taraning ota-onasi allaqachon bu yerga bolalarini qidirib kelgan ekan va Papay ularga hujum qiladi va Dilanning onasini gumdon qildi. Taraning ota-onasi esa qochib qutuladi va qizi bilan ichkuyov bilan uchrashib qolishdi. Ayol vaziyatdan foydalanib bolalarga bir haqiqatni aytdi. Ma'lum bo'lishicha, bu bolalar aynan Papayning bolaligidagi sinfdoshlari ekan va o'lib ketganlarning barchasi Papayning ustidan kulganlar edi va Papay ulardan qasos oldi. Lekin Tara o'sha paytlarda Papayning ustidan kulish o'rniga uning tarafini olgan. To'satdan Papayning sherigi o'sha iflos qiz paydo bo'lib, Taraning ota-onasiga pichoq sanchiydi va Taraga yana bir haqiqatni aytadi. Ma'lum bo'lishicha, bu qizning ismi Olivia va u o'sha podvalda Papay bilan saqlangan, qamab qo'yilgan qiz ekan, ya'ni Papayning singlisi. Dilan "Akangam, sen ham kirib ketlaring la'natlar" deb skоворodka bilan qizni uradi va ustidan benzin quyib yoqib yuborishadi. Singlisini yonib ketganini ko'rgan Papay g'azab bilan Dilanga hujum qildi. Birozdan so'ng Tara traktorni haydab keladi va Dilan bilan birgalikda Papayning go'shtini ijjon qilib tashlaydi. Va nihoyat shuncha odamdan faqat ikkalasi tirik qolgan Tara va Dilan chalajon ahvolda tirik qolganiga shukr qilib uyiga qaytmoqda. Ammo lekin biroq to'satdan Papay yana paydo bo'ldi va ikkalasini ham o'ldirib kinoga xotima yasaydi. Ha do'stlar, bolaligimizda disklarda ko'rgan Papay mana vahshiylashib ketibdi. Agar shu videoda 5000 ta like bo'lsa, Tom va Jerry'ni ujis variantini chiqaraman. Videoga like bosib qo'ying. Film va video haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.